أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Savaştaşlar biz aldığımız katımlık dersimizde milletimizin içindeki nöbetdeki uyg'onish harakatlariga eng ig'ir to'salg'ulik qilayotgan qotil tafakkur usullaridan 14 xil usulni biz bayon qilamiz deb buningdan birinchi xil tafakkur usulini bayon qilib o'tdik, ikkinchi xil tafakkur usulini bayon qilib o'tdik. Ya'ni birinchi xilda prinsip bilan uslubni aralashtirib o'tish masalasi, ikkinchi xilda amaliy harakatdan tarbiyani ayirish. Yani ayrım terbiyelep ekilip an hareket kısaladığandek bir halet an o ayrım terbiyelep ekegedimle o ameli hareketke kake kılınamay nek meydanda işle kılınmagan bir halet. Üçüncesi yani bir taraflama tefekkür kılış usulda tercüme kıldım. Et-tefkir en-nemtgî. Et-tefkir en-nemtgî. Yani bu ne alaka? Asli namt şekil degen manada. التفكير النمطيني شكلي تفكر ده ترجمة قصام براز مقصد إفادة ميدو شو برترف لما تفكر ده ترجمة قلدم أما bunu biraz izahlaş doğru kıldı. Yani bir taraf lama tefekkür kılış usulü degene malum bir adet insan adetine diye bir işlağa şu adetke bağlanıp kalan tefekkür. Yani erken bulanmagan bir tefekkür hep çönsek mi? Buludu bunu. Hani Abdurrahman'ın çöndürüşüden biz bu tefekkürün ki ahvalini biraz işkirlep kireyle Davatudu Abdurrahman'da fekethirun minel amiline tevakkaf ve iktefa bi mecmuatin minel ma'arif dunel bahsi en ma'arife cedide. Köpünçü bu sahada hizmet kılatkallah bijbilik malumat, bijbilik bilim, bilallam kupayılına tohtap kalıdı. Yeni bilim, yeni malumatlarını izlemezdi. Bu alaka İslam dünyasında, bizim Uygur dünyasında ama İslam dünyasında keng takılgan bir mesele. Ben bunu biraz izahlasam, biz pek aldrayımız bir işlağa. Ben bir işlağa aldrayımız degenim. Mesela bana bir numara koyup dereceye ayırıp 10 derece toğuzup 10 dereceden ki 3. derecede hizmet kılsa buludu degen bir ölçem toğuzulgan bolsa biz qana qılımız dese 1. 2. derecede qattiq tirishimiz. Küçümüzden barıca nağıç tirishimiz dese aş hizmet kılsa buludu degen yege yetküçe tirishimiz. Şu 3. dereceye berip hizmet giriştik mi yoki bir xil hizmet qilgan şekilde kirdik mi tamam to'xtaymiz aşağıda. Texmi tirishib 4, 5, 6, 7, 8 hatta 10 derecagacha eng nihoyat yetkicha tirishmaymiz. Bu ko'pincha mursahadagi xizmat qilayotganlarninki eng cho'ng nimasi ojizligi. Texmi yorqin ifodalasak, endi buni liqinda biraz biz talib bo'lgandan keyin taliblashtırsak, mullamlashtirsak bir adam ta cemiyette bir alim ulama deb atılıp boğuca Mahsum Acım Damullam Xalqtaşım deb atılıp boğuca qattiq tirishiladi. Buni men qattiq yerleklashtiryapman. Yerlik tilda deyapman gapni-chu. Shunda deb bo'ldi-mu? Biraz vaqti qisilishdi odamninki, chunki biraz munosabatlar ko'paydi. Hatto o'zining xizmatidan halqib munosabat ko'paydi, ashada to'xtaydi endi. Amaliyotda texo birinchi bosqichda. Mushu bir mesele. Ama bir yerden qanday mesele kelib chiqdi desanglar, va min thamma del shu noktadan yangi mesele haqida tafakkur qilishga hozirlik qilmaslik. Yani hozirlik yo'q. O'zining navbatdagi ahvolidan tam rozi. O'zining navbatdagi ahvoli hammaga yetidi. Ma tafakkur va hada sinf min an-nas adu ma yajhal. Mana ma turlik odamlar bilmagan narsaning dushmani. Ular bilmagan inkar qiladi. Şu özü bilgen dairenin sırtındaki işine kötü deyilən burada. Ma şekilden odur tabi. Bu alaka ben bunu bir xil ma'lum adamlarga qaratmoqchi emas. Har qanday adam qarindoshlar, har qanday adam o'zi kelgan nuqtadan
texmi oldiga ilgirilash uchun tirishmaganini ko'rsanglar, shu odamda mush ahvol shakllanadi. Har qanday odamda. Ama tirishqa odam, masalan, 3-darajaga yetdi, ko'zi 4ga tushdi, 4-darajaga yetdi, ko'zi 5ga tushib tirishdi, 6-darajaga tirishdi, 7, 10-darajaga aşağı qilib, uzluksiz oldiga qarab ilgirlagan odam hech qachon hech narsaga dushman bo'lmaydi. Chunki ilgirlayotgan odam shunday bir narsani ko'rdi, bilmagan narsani uni rad qilish, dushman tutish manda holat bo'lmaydi unda. Uni egallash pozitsiyasi bo'ladi. Hozir Abdurrahmon demoqchi to'xtab olgan, o'zining navbatdagi ahvoldan ko'paylangan bir xil pozitsiyadagi kishilarki, bularning pozitsiyasi qanday bo'ladi desanglar, o'zining darajasidan yuqori yoki o'zining bilish chegarasining sirtidagi ishlarga nisbatan inkor qilish pozitsiyasi. Nega dushman degani inkor qilish pozitsiyasi. Bularning bu xil kishilarning tafakkur qilish usuli ilgirki laniga tafakkur qilish usulidan farqlanmaydi. Ya'ni cho'ng farqqa tabiiy, ammo farqlanmaydi. Nima desa, ularga tanlangan ma'ruz alayhim degan, ularga tanlangan yangi masalalar haqida tafakkur qilishni rad qilgan maholatda o'xshash jihatda. Rad qiladi yani. U olsa-mu qaytadan qanday masalasi tirilish masalasi etdi. Qadimgi kishilar degani, payg'ambar alayhisolamning davridagi kishilar demoqchi-ku. Qadimda payg'ambar alayhisolatu vasallam, qadimda mushriklar dediki, mushriklar va in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Hamda mushriklar payg'ambar alayhisolam avatilishdan ilgari insonlar hammasi bir xil tafakkurda yashadi. Yani bu dünya o'ylashdi, u dunyoni o'ylamadi. Yeni bir dünyanın bağlılığını, tirilişinin bağlılığını oylap bakmadı. Peygamber aleyhisselam bu risalatların evetlip ma bir dünya İslam'ı yaşavat kılanlar. Yeni bir dünya var. Ma dünyadan ketkenken tirilişil degendenken toxtab durab bu neymiş bu zadı? Zadı aşta mı, aşta emes mi? Biz insanın yaratılış ahvalı qarab bakaylı, hayatga qarab bakaylı, insanın içki dünyası qarab bakaylı. Növətdiki dünya zadı insanın hem dünyası bulaşqa yeterlilik mi? Yeterlilik. Evet, hakkında oylanıp bakmay. Qanday qildi bular? İza kunna turaban, hey biz topuğa aylanıp ketsek. Yani yaratılandık, ma şekilde inkar pozitsiyasi. Yani بينما هو يقول هذا طريق أو محاولة جديدة لا أعرفها. Manda bir pozisiya var ki bunda adamlarda. Bu bir yeni yolken, yoki yeni bir şekil, uslup, yeni bir urinishken, ben bunu bilmaydi ekanman. Nimishqa mangudakman uni? Nimishqa sinab baqqudakman? Yoki nimishqa uni bir anglab baqqudakman pozitsiyasi bo'ldi. Rad pozitsiyasi. Bu bir xatarlik masala. فإذا وجدت هذه النمطية من التفكير التي لا تريد أن تزيد على ما تعلمته في مرحلة من مراحل حياتها. Yani muşu xil tefekkür, muşu bir taraflama tefekkür bu qasemdi. Qana tefekkür bu? Yani özü hayat basqıçlarından bir basqıçta üyengenden eşip ketishni o'ylamaydi qal. Dedim ya baya. Ma'lum chaqqicha uguni dozadi. Ma'lum chaqqicha tirishi dozadi. Shu chakka yetib, o'zi bunda bir doira shakllanib bo'lgandan keyin uni ing'itib uytashni xolamaydi. Bu xil shakl. Balki bu tefekkür, ma'lum bir fikir, yoki bir ishki fikir, yoki bir ulga, yoki ishki ulgining qeshida qetib oladi bular. Anlekin ortiqini ugunishni xolamaydi bular, xolamaydi va ish sohasida vaqt o'tish sababi bilan va bir sabab taqadum fi sahatil fi'l, ya'ni tarixiy plan ish sohasida vaqt o'tish sababi bilan xizmatlarning oldig'ida bu tefekkür. Hem de bunu sağıltısaq çıkıya çıkıdı qardaşlar. Bek muhim nokta. Nemesiz dese o xizmatlarninki fikri sistemisine özcüge almastin. Yani igellemedi. Yani bular ne? Şu zamanның, vaqtның talablariga maslashishga loyiq qilgan darajada fikri sistemisini o'ziga olmasdan planning oldiga chiqdi. Ve etrafında buluvatqan işlarni bilishga buni salohiyatni hazırlaydigan bir şekilde fikri sistemimizga
egellemesden aldığı çıktı. Hem de kardeşler macumlar az uzunken biraz tekrar tercüme kılışım mümkün. Hem de şu adeta ötkülmeslikin sebebi feize vucidet degan bir şart var ya. Aşının cevabı fekem tekunul karisetu degene aşının cevabı oldu kardeşler. Hem de ben cevap kelişinin aldı da ne çıkurken bu tahminen 4 kur 5 kur atrapda ekan hammasini tekrar rıhtımday. Biz kim to'g'risi gap qilyapmiz hozir betaraflama fikr qildik Alloh haqida bayon qilyapmiz ya. Mashta betaraflama qildigan fikr o'tirdi, bo'plam qolib qolsa. Aşı gap biringiz gap. Uning sifatlari iboyatdan shu fakam takunul karisa gicha hammasi ashuning nimalarında unda qildi ahvollar. Men qaytadan birda ya. Yani hayat basqıçlarından ma'lum bir basqıçda ügengellerden artıq ügünüşni xalamaydigan. Belki biz yoki ikki fikr yoki namunaning qayta turib oladigan, qaytib oladigan, artıq ügünüşni xalamaydigan. Anlakin bu issahasida ulma adamg'amdi. Bu issahasida vaqt uzagansa, qarasang 10 yillik, 15 yillik, 20 yillik, 30 yillik bir tarixi var. Voy biz degan 80-yildan tortib bo'shini qilyapmiz deydi o qarasanglar. Muşunda ilgirligenlik sebebiyle tarihi meşruiye noktasıdın. İşinin 5 çıkıp kalgan. İşinin 5'e çıkıp kalgan. Lekin o 5'e çıkıp kalgan bilen dune en tahtahi menzumete hal fikriye. Bu kılvatkan tarihi plan işinenki hakiki fikri sistemini igellemeklik. Asıl bu fikri sistemi zamanla, esrinin taleplerine maslışalaydıgan bir haletki ekiletti. Yani etrafında buluvatkan işlerini bildiğin bir haletki ekiletti. Maçta kınmayı durup buldu yani özünün vaxtının, özünün zamanının taleplerine maslışalaydıgan bir salahiyet yok. Etrafında buluvatkan nesini bileyleydigan bir salahiyeti yok. Bunda fikir sistemisi mi yok? İşinin beşiğe vaktinin ötü sebeplik ütüp kalgan, özünün ügengen dairesinden sırtını ügünüşünü asla xalamaydigan mahildiki adamla vücidet qanaq qalsa, bop qalsa fekem tekunul karisetu indama تتخذ القرارات المهمة في مجالات الحياة بناء على هذا النمط من التفكير. Yani bu xildeki ustu tefekkür qilish usuliga asosan, mushunga asosan hayat sahalarida muhim qarorlarni olgan vaqtda bek cho'ng krizis bo'lib ketadi shu vaqtda. Bek cho'ng krizis bo'lib ketadi. Hamda masalan ben bu noktada azraq bir iki misalını hep ütüp ketkim keladi. Tabii ki kişilerin isimlerini bilmeyim de. Kişi isimlerini bilmeyim, zamanını bilmeyim ama mesela Türkiye'de benim bilişimce tahminen Uygurlar Türkiye hükümetinin dikkatini çekkili, dikkatini tatvatqılı 80 yıldan açtı, 90 yıldan açtı. Osmanlı yıkılıp Mustafa Kemal Cumhuriyetini kurdu. Ondan keyin bir qata hükümetildi bir düzen tüzde özgü çağlagan. O bizge nisbeten muhim emas hazır dizon dersimizden tiyiniz emas. Yani 30. yıllardan keyin asasen Türkiye hükümeti, Türk Cumhuriyeti biraz muqimlaştı dep qarasak boladı. Onun aldı bir hakimiyet almış, çoğun bir imperialin kiçik bir cumhuriyetke özgergenligin bir işler oldu demdi. Şundan keyin tatip bizim Uygur meselemiz ki Türk hükümetinin ma'lum derecede dikkatini tatmaklık emas. Şu vaqtın tatip Uygurlarga vekillap aldığı çıkıp qalğanlığı nispeten Türk hükümetleri az olsun köp olsun ma'lum derecede tekliflerini kuyaqlıq aldığa, imkaniyetlerini sunuqlıq aldığa, hatta oylayma eğer şu teklifler, şu imkaniyetler Türkçe değerlendirildi deydi ya, eğer bir güzel bir şekilde değerlendirilse yani güzel muamele kılınsa değil ya Uygurca'da zevkliklerin siyasetvazlık olan bir muamele kılınsa bugün Türkiye'nin xili çoğun sahası bulanmalıkı hukuk sahası tabii ki bizden kolumuz olup kalışımız mümkün. Bunun tipik misalıdır birisi. Rıza Paşa birisi 2010 yılda ölüp gitti. Bu adam Mehmet İmam Buğra tarafından vatandın epkilengen adamdan birisi.
30-cı yıllar, 40-cı yıllardan tatip Türkiye hükümetinin resmi terbiyeleşide terbiyelengen bir adam. Andiken örlep Çavuşan uruşu katnaşkan adam. Yani Çavuşan uruşu da dünyadaki Amerika taraf büyük güç bir taraf, Xitay taraf büyük güçler uruşu olur. Çavuşan ameliyatta bir devlet. Dünyadaki güçler özünün nimesini köstürülük hem de şeyde. Bir güçlerini köstürülük. Şu vakitte Rıza Paşa Türkiye'nin ki NATO askerlerinin Katarı da o deyme. Şunun Katarı da uruş katnaşırlık. Amerika'dan çoğun bir mukabatlı katnaşırlık şu uruşta netice kösetti de. Ta vefat tapkan kadar Amerika'dan NATO tarafından kildi o deyme. Tam okumayma ama aştalık kıyını. O adamı maaş kildi. Türkiye'nin ki nöbetteki hele çoğun birleşkinci kol generalları derecesi beriklik. Rıza Paşa dese Türkiye'nin her bir sahasında bilmeydi kalları yok. Yani digil tutsak karandaşla bir adam bir Uygur başta terbiyelenip onun alakalı karakteri hayatı nispeten o muhimmes. İçine girip de bir devletinin bir çoğun sahaları için ketti desek bu demdi. Hazır kadar Türkiye'de Türkiye siyasetleri de Türkiye'nin içki siyaset düzenleri de Uygurluğu yer verilgen olsa kanday yerde bu Rıza Paşa'nınki bir nimisten töhbüsünü arayıp kaygılamaydı. Şu adam içki kısımga kirgiziyotken yarki içki kısımda uğurlaştırgan bir siyasetten bir neticesi değilse hata emez. Yani ben demek çoğunun şu bayatın dedi bizdeki buna yarakkı palanı, pukunu, o bu da başlarını eğitmeyimiz de bizdeki biz Uygurların öndelikli yaşayan muhitimiz, beşimizin ötküzgelle dünyaya olan içilişimiz bakınca noktalardan bizning qanimiz sınıp ketken bir taraflarını tefekkür kılış var ya bayatın deyilgen selbi bir mınca tarafları. Şu tüpeylerden şu vakittin tatip ta iş yakın zaman degenimiz ma Xitayning gücü biraz dunyoviylashib, xalqaralashib etrafdagi davlatni cheklaydigan darajaga borg'uchandi. Cheklaydigan darajaga borg'ucha Türkiye Uygurlarga nisbatan xilajik imkoniyatlarni sunug'liqandi. Onu eğer addilaştırsak, tanlamagan yer qalmaqlıq, tanlamagan iş qalmaqlıq. Hem de bir gapni men deyemdi. Hatta Türkiye Uygurlardan bir 7-8 10 istihbaratını terbiyelegilik 80-90 yıllar etrafında bunu anlığının şu. Bu istihbaratının vazife bilen taraf dünyanın kaç taraflarına güvelse bazı bagayada şu hutnaplam yaşap kılırlık. Bazı vazifeden kaçıplam Germaniyalı Evropa yaşaqlıq. Hem de degil tutsak bizge satıldıgan nurgun işler var. Yani demek çoğunumuz şu ki bizge tanlangan, aldığımızga qoyalgan, birilgen prosesler nahayda köp emdi. Ama muşu noktalarını bir düşünüp bunun aqıbeti nereden nägece, beşi nereden başlayıp nerede toxtaydı degan noktalargacha emdi karar çıkarılgan, çıkargan kararları toğrulduğan bir iş boğmaqlıq. İnaq degan vaqtimizda. Muşu iş hemmesi nima desa, muşu xil tefekkürününki nimesi mahsuli. Men shunga bakalik, echini men bu jihat uchun. Bo'lmasa men bir gapni dey qarindoshlar. Muşu Sovet İttifaqının parçalanishi O'rta Osiyo, Afg'onistondagi shu 2010-yildagi urushdan tortib Turkiya bu ishlarga nisbatan ajoyib chat keraklik yani. Yani mademler biraz bizga nisbatan siyosatni odam bilgandikin chamdomay chat kerak ekan. Chunki Afg'oniston desangmi, Afg'onistonning ma'lum nisbatda mening anglag'anim aniq net resmiy sonliq ma'lumot emas, ama 30% yaqin bir Özbek var Afg'onistonda. Bu Özbek degan gap Türk degan gap endi. Çünkü Afg'onistonda tarixda Türkler hukm surgan bir coğrafya. Orta Asya'nın Sovet'ten ayrılış meselesi, tatip degil tutsak, aşının hemmesi bir Türkiye'ni ilgilendirgan meseleler, diqqatini tortadigan. Ama şu yerde hareket kılsak, kılalaydigan bir fursatlarımız vardı. Hem Türkiye'mi şuna fursatlar bilen qana qilgan, ma'lum derecede ta'minlagan deyil, ama qana qilmadik, tutmadik yani. Andaki mening anlag'anim yani şu yaqinqi zamonlarda tabii 20 yıl aldı da tabii 20 yıl degan qachon qo'rqatni o'ylab topgan lazım. Uygurlarga bunda lider karakterdeki adam terbiyelep degan bir şekilde teklif koyulgan vakitte bir
bir neçe adam tanınıp apırılgan 2010 yılları 2010 yıllarda o adamlar bir yıldan keyin qaytırılgan demiş ki bu adamlar biz izdigan adamlar emas. Yani nima desa halaqi aş adamlarni tanlab berganlarning tafakkurini ifodalaydi bu. Tanlanıp bağan adamlarning tafakkurini bizga ifodalab beradi. Yani salohiyat degan bir xil ma tafakkuridan halaqi chiqqan natijalar bizni hozirga qadar shu kunga olib kelgan qarindoshlar. Yani bugun mamda o'ylaymiz deymiz atrofga mandacha adam bugunisini adam faqat mo'lchallagan olmaydi. O'tmishiga qarab nurg'un narsani oy avanda osmonda ekan deymiz yo, ama bugunisini hech kim bugunga baho qo'ya oladigan odam bak no'chadam asli. Bugunisga bugun menda ahvol menda meydan meyg'icha mening o'rnim mavo, dushmanning o'rni mavo, men mana nuqtada ekanman, mana menda qilishim kerak deb baholay oladigan diagnoz qo'yadigan odam bak no'chadam. Ammo 98% bugunis qo'yganlar ko'pincha vaqtda o'tmishga qo'ya olamiz. O'tmishni to'g'ri qo'ya olsak, eng no'chisi shu bo'lib qoldi hozir. ولا نعني بذلك أن العمر السنة مثلا. Yani biz onundan maksat kıldığımız bunda yılgı münasebetlik yaş edenninki bu doğru hata ölçülmez. Bir adamın yaşının çoğunluğu o meselesi emez. Tefekkür meselesi. Belki hayatka maslaşış. Ve estayidil tefekkür. Yaki tefekkürünün yenilikı desek oldu. Tefekkürünün yenilikı. Tefekkürünün kenarliki. Etrafta buluvatkan, mayadur diyen gap, etrafta buluvatkan işlerini bir sığdıralığıdak bir kudreti, o tefekkürünün kudreti, bana mao doğru hatanı ölçme. Faysal diyen gap, asli doğru hatanı kizdiğen keliş diyen gap şu. Doğru hatanın oturdaki ölçem neme o? Faysal. Asli bu. Bugün buluvatkan işlerini ortada tefekkür kıldığın, tefekkür mü bizi itinamadı da karandaşlar. Mesela Allah günahımızı keçirsin. Bu şu Ramazan demey bab ketken işlerini hemen biliriz lazım. Ramazan'da asasen taravih mi okumadık mı ki hem de. Yani ki inşallah okumadı mı ki hem de. Ramazan kirişli Allah'ım bir yıl edem tilqağılımı lakın nomuz kıldığan bir yıl ahval başlanıp gitip aradı ortada. Kimlerin ayıplışı. Nişka şu meselelerine nispeten qarindoshlar muşulağa nispeten bir ortada bir diagnoz kurulduğun bir ortam şekillenmeydi. Meselelerden de bizden tefekkür kılındıgan. Bizden tefekkür kılındıgan. Ortada qanday mesele çıksa bunun qılıqı bir adamlar özüge düşman orunda koyup düşman küzülelan da red kıldığan bütünley. Yani bir adamlar onu bütünley alaka yürek kesilgi payda kılgan doğru şekilde bütünley oylanmasını kabul kıldığan. Red kıldığanlar bisep bulduğan, kabul kıldığanlar bisep bulduğan. Andayken iki taraf mesele uyakta kalıp iki taraf bislen bop karadığan. Nurgun ıslah var mesela. Ya o alaka bir misal üst bilekten bir rakibine xıtır bir kardeşim. O bir misal, addi misal. Yani şunu okşaş körmen misallar vardı. Mesele ortada qap-qalab ikki taraf birisi-birisidan tushib ketadi. Alaka buni agar misal elish to'g'ri kelib qolsa, masalan ortada bir adamning bir masalasi chiqsa, bir adam ortaga chiqib, ko'chada birisi u yerdan keldi, birisi bu yerdan keldi. Bir adam nima qanday qilsiz desa, yani bir adam unday qilsa nima bo'pti deb o'rtadagi adam yonda qilib, ikkisi qiladi deb bilan so'qishib ketgandeklar bir o'rtam borchu. Nima masalalarni har bir shoxlarigacha, har bir nuqtalarigacha birdan choch targ'andek chiqib tarab tafakkur qilib boqmaymiz masalan. Nima millatda bizning umuman millatda ashuni bir tafakkur qila oladigan bir nuqta chiqmaydi. Mushu aloqa mush yuqoridagi at-tafkirun namtqininki bizda ko'rangan ifodasi deb qarayman endi. Fakam min sag'ir-sin shaxa va huwa sabiyun. Nurg'un yeshi kichik kishilar borki, o'zi cho'ng degan gap, ya'ni
Şaha degan gap qiridi, albuki kichik bola. Yana demakchi o'g'ini yesh kichik, tafakkuri cho'ng demakchi. Va kam min kabirsin, nurg'un yesh cho'nglar borki, zalla mutajaddiden ila lahzati vafatihi ki o'zininki vafoti minutlargacha qanday holat keldi, yangi holat keldi. Yani insanın tepekkürü insanı qiritidigan, yaşatıdigan bir mesele. İnsanın tepekkürü. İnsanın yaşı münasebetsiz, tefekkür meselesi münasebetli. Şuna bir xilaliqqa bizga o'xshash mantiqiy fikrdan qutulish kerak. Bilmagan narsaga men dushman ideyasidan qutulish kerak. Hamma narsani birdan tahlil qila oladigan va uning natijasini to'g'ri chiqara olmasa, ma'lum nisbati to'g'ri chiqarsa bo'ladigan bir holat bizda qanday qilinish kerak, shakllanish kerak. Bu nima deymiz endi? Qatil tefekkür usullaridan keyin nechinchisi, uchinchisi. Bu xil tefekkür usuldan biz qutulmay turib maaşlarımızdan o'ng'i mangmoqqa tez. Men bir narsani bunda qilmay qaramoqlar, bir narsani dey. Mushu masalan mana Türk siyosatchilaridan keyin mush masalani hal qilgan nuqtasini men sizlarga qanday qilib beray, bir misollab beray. Turkiya o'tgan 20 yil ichida, xususan mening bayqag'inimda tabiiyki Turkiya xalqininki o'qish ma'lumoti bir narsaga nisbatan tefekkür usuli bizdan farq qiladi. Tabiiy o'xshamaydigan bir cemiyet, biz bir mahkum cemiyet yaşadık. Bula 1000 yıldan tatip bir mahkum bo'lib bakmagan bir millet. Ondan keyin hakim bo'lib kelgan, davomliq boshqalarga aqlliq pozitsiyasidan huzurlanadigan bir millet. Bilimiz buni. Balkim sizlar his qilgansizlar. O'zi qanchalik bo'lsin cho'ng masluq, ammo aqlliq nimasidan huzurlanadi ma turklarniki usuli. Bu nereden paydo bo'lgan desanglar, menda ikki nuqtadan men bir narsani his qilaylik. Birisi Türkiye mushu endi televiziya filmlar orqali kishilarning tefekkürünü bir tarafga burayotidu. Xususan mushu AK Partiya hokimiyatga chiqqan 2002 yildan keyin boshlagan bir qator bir filmlar bor bularningki. Men ancha-muncha nima qilib qo'yma, masalan sizlar balkim ko'rgan bo'lishi mumkin. Hozir keyingi emas, burunqi Kurtlar deymiz, undan keyingi filmda deymiz, undan keyingi Abdulhamid Xon deymiz. Hozir qo'yilayotgan Ertuğrul Osmandan tatip hammasi bor bilasizlar. Bularning hammasida etrafni tahlil qilgan bir nuqtalar bor filmning ichida. Diqqat qilsanglar, her filmning ichida 5 kidan muisbet chiqadi. Davomliq filmda 10-15 minut nasihat qiladigan. Bu muamillatninki, jamiyatninki diniy, Türkçede değerli deb qo'ydi, diniy qimmat qarashlari, diniy e'tiqodini bo'layotgan masalalarda aks ettirishni shu yerda ifodalaydi bular. O'tirib ishkadan paranglashidi, choy ichib qo'yib, tahlil qiladi bo'layotgan dunyodagi ishlarni. Ma'ruf qilib kishilarning kallasiga etrafda bo'layotgan ishlarga nisbatan nimbrida bo'lar, yipuchi birdi. Am bu adamlarninki maylamchisidan qashqirib, oyog'i mayiltib o'tib, ikki g'iz gahib qo'ysa, oyog'ini ash bir oyog'i maylamchi o'tirib qana qila olaydimdi, chiqira olaydimdi. Maylit u to'g'ri xatoligi muhim emas. Muhimi a ishninki bir tefekkür qilinigini muhim. Ishga bir baho berilgani muhim. Bu bir nokta. İkinci bir nokta ben bu Türkiye'deki xalqninki hakimiyet sistematikininki xalqning tefekkürünü o'zgartishdiki ikinci bir usulü. Bu adamlar bilisizlar iqtisodiy jihatda men bilib, xususan men vatandagi vaqtlarimizda tunishlarimiz batdi mishada pul yomon bir kamchilik endi bu. Pul nihoyat bir qimmat. Hammadan pulning keyindan yuguradigan, baqa qolmaydigan bir yerdi. Ama bular mesela bizning vatandagi qilinmaydi deyiladi. Bizning vatandagi qilinmaydi, ama Afrika etrafdagi unda uzdan tuvan yo'qsiz iqtisodiy qiyinchilik va afat o'g'ir rayonlarga etrafdagi pul yo'q turib xalqlarini pul berishga, yordam qilishga, mananga qiziqtirdi. Lekin xalqning kallasiga qanday tefekkür soladi desanglar, biz boshqalarni xuddi boqimiz degandek bunda bir tefekkür bor bularda.
Hozir mana ba'zilar ma bularni o'qitish partiyalar to'la qaqshaydi. Mushu korona vaqasida dollar bilislar necha pulga chiqib ketganligini. Nimdep ma bizning xalqning ichida o kadar qiyinchilik tursa, masalan, qaysi kuni birisi oila iqtisodiy qiyinchilik tufaylidan eslib ilyapti masalan. Bunda işte tursa biz pulni boshqa yoqqa qana qilamiz? Yordam deb o'tamiz masalan. Qarasanglar qaysi kuni Amerikaga beşkar plan bir narsa o'tdi masalan. Mahiyatda qaranglar. U yerga yordam o'tish, oyatdagi odamlarga yordam qilishdan ve o adamın kalbiga kirishdan bekroq foydasi nima o? Sizlar o'ylab boqinglar, nima foydasi bor buningki? Millat insonlarning tafakkurida aqlliq tuyg'usini paydo qilish, g'ujliq tuyg'usini paydo qilish foydasi ajoyib cho'ng. Biz millatninki ruhiy ko'tarilgan vaqtda yanjiqida bir tiyin bo'lmasa ish qila oladi. Biz millatninki ruhiy cho'p. Men degan endi uçqroq desak, bir qalanda millat tuyg'usi kelib qolgan vaqtda a millatni qancha qilib qanaqa qilolmaydi qarindoshlar. O'rundan tug'izib mang tug'ilolmaydi. Shuna millatni unda bir xo'jayin millat, gerçi hech nima yo'q qildi. Bugün Türkler belki dünyadaki xili millatlardan namrat bo'lishi mumkin. Turkiya taraqqiy qildi deymiz, ammo devletning umumiy nuqtasidan xili devletlardan iqtisodiy jihatda ojiz bo'lish bo'lgandek bir ko'rinadi odamga. Belki iqtisodiy unda belki bir chang emas. Ammo odamlarning kayfiyati nima yuqori. Deymiz endi biz dunyoning xo'jasi tuyg'usi bo'ladi. Qarasanglar ata buningga kimli maslashaqlar desanglar, hukumat bir tarafdan diniy odamlarmi ajoyib maslashaqlar. Mesela bana bir gapni aldım ben. Ötkende bir alaka davettin birini anlıp etip. Deydi birisi. Afrikada bir devletke bir dini edemem delik hocadan birisi. Afrikada bir yegi vadık deydi. Bir yegi varsa tunca katım şu tahminen Osmanlı'yı örülüp ondan kin ma Türkiye'likle bamağa yeken Osmanlı'yı vaxtida Osmanlı'nın hükmü astıda. Eşenin halkı deydi. Aldımızga çıkıp kulağımıza eslep deydi buraya. Yaşanan adamdan birisi. 100 yıldan bu yan nerede kaldınız deyip yıkılıp gitti. Mesela onun neydi bir tesirlik dediği için bu adamla gap kusuyor bilirler. Aş sorunda ottağan neciz adam battı. Hemmisi bir xılıqı küzgi yaşayıp bir xıl hayacanlanıp. Ben oylayım şu vakitteki şu adamın ruhi keyfiyatını oylap baktım. Aşı gaptın ki ona. Aş sorunda ottağan bir işkiz adam. Xuddi dünyanın neyge varsa hemmisi akam geldi, abim geldi, hocam geldi, bizim padişah geldi, karşılaganlık bir xil ruh qanaqıldı götürüldü degan. Yani bu başqacha bir iş. Yani mesele hazır davatımız ya mana tefkirun nemti yani tefekkür meselesi biraz insanı her yere apıradigan narsa. İnsanın tefekkürü ya insan ya öyle neksan qiladi, ya insanı götürüp asmanga chiqadi. Ya ki küçük bir daireye qamab qo'yadi, ya ki insanı bütün dünyaya içildirdi. Şuna tefekkür pek mühim narsa. Şekli iterepleme bir tar ramkının içine kirib olgan, chigirinin içine kirib olgan tefekkür insanı qanday qiladi, o'ltirdi. Mush nuqtadan o'ylab olsak, tefekkür psixik nuqtasidan andan keyin millatga foydali qilgandek qilgan bilan millatning ichki dunyosini o'ltirayotgan masalalar bugungi kunda Uyg'ur jamiyatimiz yuz berayotgan nurg'un masalalar favqulodda jihatlar qarindoshlar. Bu masalalarning hammasi qanday qilish kerak, tuzilish kerak. Xususan men mush hozirgi Turkiston davosini anlatishdagi manda uslubga hozir mishada dedim, bu ortiq boshqa demayman, o gapni desam dushmanlik bo'lib qolaman. Manda bir nuqtaga xususan xolamayman. Ya'ni vatanda anda zulm bo'lib ketdi, munda zulm bo'lib ketdi. Bizga yordam şekilde dava qilishni xolamayman chu. Dish to'g'ri kelib qolsa, Xitoy manda eski, anda eski, manda insonlikni munda eskilik qilyapti. Buning misoli biz degan shaklda qanchalik dava anglatsak, bu güzel bir ifade. Bu bizning kelgusida qilmoqchi bo'lgan, qanday ish qilmoqchi bo'lsak, buning bir aqlg'usi sifatida ijobiy rol o'ynaydi. Hatto kelgusida Xitoyga qurolli harakat qilgan taqdirda butun dunyo ahli nima deydi desanglar, haqliq bu odamlarning qurolli harakat qilishi.
necha 10 yil, necha 100 yil Xitoy bu odamlarni ezdi. Qilmagan eskilik qilmadi deb bosh maltiqini chiqirdi. Vaqti kelsa qurolli harakat qilsak, bosh maltiqini. Ammo biz unda qilishning o'rniga nega olsak bir xilalik qilim deymiz endi. Boshqalardan yordam so'ragandek. Bizni boshqalar oyadi qattiq buzaq qilib olsa, uda deb yig'lab to'laydi kichik bola. Meni uda deb to'laydi bir xilalik. Buni qutib ol degandek-chi, ma'qul ifoda mencha toza bir to'g'ri ish emas. Bunun bir amaliy misollari nereden ko'ryapti desanglar, bu Turkistonning davası toza avjiga chiqqan sari bizga e'tibor qildiganlar ko'paydi taraf-tarafda. Undan keyin bizning millatning ichida, biz Uyg'urlarimizning ichida qiyinchilikni hal qilolmagan hamillam men Doğu Turkistonlik deb ham tushdiganchi. Bir yerga ish bichagilib olsa, men Doğu Turkistonlik. Shunami ya. Bir aslında savdo qilsam hatta savdo e'tibor qilamiz degandek men Doğu Turkistonlik. Bularning bu tafakkur aslanimiz nereden kelib chiqqansa, haliqi da'voninki anglatilish yo'linishining bizga ko'rsatgan natijasi shu, ta'sir natijasi. Agar da'vo o'zimizni biroz bayatma bilan misol oldim ya, Turklar yanchuqida bo'lmasa, xalqqa bir xil akidek ko'stish. Masalan, shu o'zining xalqini ashta bir holatga keladi. Bizning da'voninki anlatilish uslub shaklimi agar shu tariqada bo'lsa, har qancha bo'p ketsa ham o'zimizning beshni o'zimiz tek tutadigandak, g'ururimizni saqlaydigandek bir holat bizda qanday qilish kerak, saqlanish kerakdi. Endi shu darajada bordik, to'g'ri Xitoyninki bizga qilgan zulmi, bizni izishlarining tarixda misli yo'q, dunyoda misli yo'q. İzzet şerefimiz emisi yavran yaksan bulaqlıq. Lekin nurgun narsa var. Qanday ifadelense bulduğan, yapık ifadelense bulduğan, aşkar ifadelense bulmaydigan nurgun tarafları vardı. Bu bizning g'ururimizni yo'q qildi bu ahvol. Manda bir masaldan birini men misolga olib o'tay qisqacha endi dars davomlashtiramiz. Biroz gap bo'lib ketdi. Menda ba'zi bir kanallar bor-ku. Suriyaninki bir ma'laqi Turkiyadagi yashayotgan Suriyaliklarning benimisi var. Biz bir xabar yo'llabdi bir kanalga. Ya'ni Asadning turmusida yani bunda qanday tajovuzlik uchrayotgan Suriyalik ayollarning masalasida bir kanal binasi yo'llabdi ekan. Bütün kanaldagilar xabarni yo'llagan odamga, hammasi Suriyalik endi. Men ancha-muncha yangilik olsa olmaydi deb kirib qo'yman. Xabarni yo'llagan odamni xabarni o'chiritish to'g'riliq bisimi qolmaya hammasi bas bilan qanday qildi nim bildirdi, ifoda bildirdi. Men o'ylab qoldim shundan. Asli bunday xabar texim yeyilsa Bashar Asadning abtibashisi echilsa olmamdi. Nimishqa bu odamlar hammasi bu oxirisdalik birisi bunday dedi-ku. Agar mushunda bir gap deyilib normal gap aylanib ketib qolsa, bu bütün Suriyalik ayollarning sharafiga tegadigan masala. Chunki bu ish uyida o'tirmoq kelib chiqqan ayollar yana ayta o'g'in bizlar bilan yashaydi. Haq qanday qaraydi unga degan bir shaklda bir narsa bor. Men o'ylab qoldim. To'g'ri ashchu. Ba'zi narsalarni anglatish kerak, ammo endi men o'zimni boshqa bir millat o'rnida qarab baqsa, ba'zi gaplarni davrishma, bir millatningki g'ururini o'ldiradigan narsa. Biz davoni anglatish bilan qilib qolgan, bizning qilib qolgan millatningki g'ururini o'ldirib, ko'kamas qilib olsak, u davoni qancha anglatgandan keyin qiladigan ishlarga yaramay qolamiz. Shuna bu bir nimaning misoli sifatida, tafakkur misoli sifatida, masalalarni to'g'ri tahlil qilish sifatida, misol sifatida sizlarga degan bo'ldim. Endi digil tursak, gapjiq masalalar. Masalan, endi qanaqa qilamiz? Oson misol ko'p, mushunchalik misollar bo'ldi qilay. To'rtinchisi, ya'ni qotil tafakkurlarning to'rtinchisi do'rashmaylik. Do'rashmaylik degani tunigun manda qilsam bo'ldi bu ish, bugun shu shaklda qilsam bo'ladi degan tafakkur yani. Ammo har kunning ahvoli qanaqamaydi, o'xshamaydi. Bu yerdagi zamonning va makonning yiroqligini e'tiborga olmaslik degani qadimdan bizga qolib qolgan bir yo'ntam, bir uslub bugunmi o'sha paytda qo'llanilish.
Aslı bu ötmüş avu, bugün mavu, avu vatan, mavu Türkiye, avu Avrupa, her yerdeki özgü has bir uslubu var. Meselelerini hal qilish shakli var, qadam ilinish shakli var. Buni rioya qilinish kerak degan masalaning bo'lmasligimi qotil fikrlarning birisi. To'rtinchisi al-mayl lil mujarrad. Bundan maqsad vel maqsud bihi, bundan maqsad dadalarga, ajdodlarga ularga qarashining to'g'ri xatoligining doirasini o'ylanmasdan taqlid qilish. Bu gap yana shu bizning abo ajdodlarimizga ketmasin. Bunu bir yakın şekilde oylasak, tünigen kullanılan usulümüzni, tünigen bunda qıptık, boğan, bügen şunda qılımız buludu. Degen şekilde kullanması demekçi. Tünigen, bügen. Tünigen ki bügenki doğru kes tamam kolunu versek buludu. Ama tünigen ki bügenki doğru kemise, kemigen nersin selivelerinin fakat faydası yok demekçi. Yani, bulanın ki, manatkan yollarga ergişninki kesillik dairesi, ve ularning tefekkür uslubunun üstüde quyuluş dairesini demekçi. Müşrikler öz vaqtida deganki, qalu bel wajadna aba'ana kezalika yef'alun. Biz ata-onamizni ashta topdik, ashta qilibdi, biz shunday qilamiz degan shakldagi ifodasi bor-da müşriklarningki. Alloh bularga boshqa oyatlarda bunday raddiya qaytargan. Awlaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Ularningki ata-onalari hech narsani tushunmaydigan, to'g'ri yo'lda mangmagan kishilar olsa, shunday qilamdi bular. Da'vatdir. Ya'ni bu yerdagi demakchi o'g'inimiz qandaqdir fiqhi ishlardagi, mazhab ishlaridagi taqlid bilan moslashish mashakildagi maqsad emas. Chunki fiqhda aylanmaganmiz ham. Chunki tahorat, Payg'ambar islom vaqtidagi tahorat, bo'lgan tahorat shu o'zgarmaydi. Innama naqsi bu yerda maqsad qilayotganimiz hayatning turli masalalaridagi taqlid qilish masalasi. Chunki hayot o'zgardi, inson o'zgardi, tafakkur o'zgardi, shakl o'zgardi. فهذا الإنسان الذي لا يتساءل ve bu so'maydigan ve qadim qilaninki bir hal choriga tayangan, ular uni tanlagan, liqini tepib, shuningga e'timod qilish va shuni tanlash u haqda o'ylanib boqmasdan ma shakldagi inson deydi. Ma shakldagi inson. Bu inson, hadal inson bi tariqati tefkirihi, tefekkür uslubu bo'yicha, tefekkür yo'li bo'yicha bir gullanish yoki bir o'zgartish yoki ixlosman qizg'in bir to'p kishilarga yetakchilik qilish mumkin emas. Qilinmaydi. O'tmish qilmani qilgan qilma. O'ylanib boqmasdan manda odam hech nima qilinmaydi deydi. Bu xil ergashish, hadal ittiba va taqlid qilish, o'y qaramasdan ishlarni o'rib cho'rmasdan, taqlibul umurga oldikaniga qaramasdan degan. Ve fikirlerini örüp çörmesden ergeşiş nega baradu desangmi hayatninki qetib qilishga baradu ve shunday bir nuqtada to'xtab qilishga baradu ki bir shaxsning tafakkuri ulug'lanadigan ya buyuklanadigan bir sabab, ya'ni boshqa sifatda belirledim. Ma'lum bir shaxsning tafakkurini temsil qiladigan nuqtada to'xtab qilishga baradu. Qadimda o'tganda bir katta ulamarimizdan birisi, qadimda o'tganda katta siyosiyerimizdan birisi. Masalan, palani shunday degan. Masalan deyli, men ehtirom qilaman, hurmat qilaman, mendan hurmat qilgan odam yo'qdi. Sabit Damollam, Abduqodir Damollam, Mamtili apandim o'z vaqtidagi butun ziyoli ulama shu oqat sharkatining boshlamchi. Ammo ularning shu 30-yillarda, 40-yillarda qo'llangan uslub bugun qo'llanmaydiganligiga 100% imonim komil. Ular qo'ygan hurmatdan boshqa narsa. Ama ularning uslubunun aynısını bugun qo'llanishga men qarshi. Chunki ular yashagan jamiyatlar biz yashagan bugungi jamiyat osmon zamin farqli jamiyat. Ular 100 yil ilgari yashagan bo'lsa, biz 100 yildan keyin buni misolga davatime. Undan boshqa narsami bor? Bu men faqat 100 yillar masalasi emas, 10 yil, 15 yil, 20 yil hatta bir davrining ebi vatanning aloqasi uzilib qolishidan ilgariki uslub bilan vatan aloqa uzilib qolgandan keyingi uslub hammasi tamoman farqli bo'lishi kerak masala. Farqlilik deganimiz cho'qim o'xshamaslik degan gap emas. Ya'ni har zamonning, har sharoitning ahvoliga qarab turib qanday qilinish kerak, bekitilish kerak. Tafakkur shuningga hozir bo'lish kerak. Bu yerda davatqina nima desa, quluplangan tafakkurki bir nuqtaga. Palani qilib qilma shu bo'yicha. Pukuni qilib qilma shu bo'yicha. O'zgarmasdan, mangmasdan, oldikaniga qaramasdan. Men ma'noqdim demoqchi qarindoshlar. Summa ba'da zalik andin kin agar ashunday qilinib qolsa, o'tmishdagi bir shaxs ya bir ulug'ga ergishilib,
o tefekkür qilmasdan mushadan qilib ekan qilman deyilib qolsa, tefekkür tamamen to'xtaydi. Tavaqqafat tefkir tamamen. İş öz vaqtida bo'lgan va deyilgan gaplarning hammasini bilan qanoat qilish, faxrlanish, shuni so'rab akilish bo'ladi, boshqa ish yo'q. Masalan. Vaqat la takunu mujarat. An bu yerdagi mashta qanda doğraş. Biz rivoyatni doğraşnikini qildik ya masalalarda. Doğraş faqat tasavvurlar bilan bo'lmasligi mumkin. Bir avlod, yana bir avloddan keyin nurg'un ishlarning aynısını takrorlashi mumkin. Faqat yukarrir jaylun til va jaylin bir avlod, yana bir avloddan keyin shu ishlarning aynısını takrorlashi mumkin. Qanday qilmasdan o ishninki navbatdagi minutlardagi foydasi haqida o'ylanmasdim. Masalan deylik, 10 yil ilgari Türkiye siyasetinde Uygurlarning davası bir xil uslubda ma'nab ekan. Bugun ashuni to'xtatmay takrorlaydigan ahvol bo'lishi mumkin. Bormi yo'qmi qarindoshlar bugun takrorlagan ahvol? Ondan keyin yana mening hayron qoldigan bir nuqtam bor. Masalan, Turkiyada bir siyaset bilan shug'ullanayotgan bir tashkilot var. Bunun ya 10 yillik tarixi var, ya 15 yillik, ya 20 yillik, ya 5 yillik tarixi var. Bugun birisi o'rtaga chiqdi. Men siyaset bilan shug'ullanaman deb Aşına o'xshash siyosiy tashkilotdan birini quruydi, aynısını qiladi. Şunun aynısını. Ma'lum to'g'ri tushunmaklikchi. Tamam, 10 yil ilgarigisi shu zamonning sharoiti bo'yicha shunday qilgan bo'lg'aydi. Va uning butun qiladigan imkoniyatlari shu doirada cheklangan bo'lishi mumkin. Va uning tafakkuri shu shaklda bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bugun o'rtaga chiqqan cho'qim aning bir kamchilikini his qilgan bo'lishi kerak. Onun kam qilgan tarafini his qilgan bo'lishi kerak ki o qilganning boshqasini qilish kerak. Davomliq osh qilgan. Buna qarab baqsa qildigan ish bo'lganligini deb baqaydi. Shu qilganning aynısını qildi. Bu mencha tafakkurdagi mujarat, doğrumu-chiqlik masalasi. Bu doğruş o'tgan zamondagilar bilan bo'lmaydi. Navbatdagi atrofimizdagi odamlarga masalan, deylik, birisi bir maktabga chiqliq deylik. Ya, qanday maktab bo'lsa, ya til kursi yoki diniy maktab yoki Qur'on kursi. Ne qarasa onun eqiqliq aynısını birini qiladi. Qarab baqsa inson tafakkurga ega bo'lgandikin. Av mama ishni qilibdi. Bu bo'shliq to'labdi. Bir patmoqdek ish yo'q. Hech planmoqdek ish yo'q. Men aning qilmagan ma'noqtidan tushay. Bak güzel ish. Yani bu bir tafakkurninki bizdeki yeni bir ifodalanishi. Yani davomli shu lag'manga ketdi gapim. Bir oshxonadan birisi ochildi. Bu oshxonaning savdosi normal yurishdi. Başkalarının közü şüyleyken mesela bir igesi bir pul taptı degudek. Birisinde qarab baqiblam, ha av obdan lag'manni satib etibdi. Men lag'man sasam bo'g'dak deblam, lag'man xandan birini ochildi. Aqalli bir tafakkurning misollari ustida davotiman. Nima ish av lag'man aytibdi. Bunun da polo chiqamabdi. Balkim kishilarning ichida polo yeydigan bo'ladi. Men poloxona ochay. Mana shaklda o'xshamaydigandan birini. Ya'ni men misol qilib davotiman-ku qarindoshlar. Bu davranchilik tafakkuri. Şəxsdən şəxsga, kasbdan kasbga, davodan davoga bütün ishlardi bor bizda. Yangilik ifodasi yo'q bizda-chi, ma nuqta vatandan tatib batdi, ham yer batdi. Bizlar vatanda shunday ishlayapti, kim bir ishni qilib shunda utuq qozongan amallam keynidillam, dorab oldirdim. Masalan, bir misol olsam, mening esimda qilishcha vatanda Turkiyaning kiyimlari o'z vaqtida bir qizg'inlik ko'targan hamma bilasizlar, shahid onunla. Birileri Türkiye'nin kiyimlerini satılgan dükkandan birini açtı, bilişimce. O dükkan Raros Akdiyem'di. Şundan ki yıllam bir yıl kıvamıgan işi de onda dükkan saman bop gitti. Saman. Mesela misal, birisi bir talla bazarı açtı. Məxsus çet elinin içimlik yemekliklerini, bulamı Dubai, Malaysiya'nın içimlik yemeklikini selip, xil aqqanda qildi. Bir yıl kıvamay bütün bizning vatanning shahar-shaharlarida shu xil shakldagi do'kon. Ya'ni nima desanglar, o bir do'konchining, o bir talla bozorchining, o bir kiyim-kechakchining masalasi bizga muhim emas-da. Masalasi bizning millatning tafakkuridagi do'ramchilik tafakkur, ashalag'ich bor demakchi. Bu tafakkur bugun endi da'voda o'zining ifodasini ko'rsatyapti. Da'voda. Şunu olan fetusbihu şu iş onun nazarida her əsrininki hal qilish chorasi, her ishninki echish ochqusi bo'p o'z bo'p qoladi. Zaten mush ochqudan ish. Lekin la'allaha kanat mujdi. Belki bu ish, bu tasavvur
bu tasavvur zamanlardan biride fi fitratin ma degan gap zamanlardan biride foydali, unumli bo'lishi mumkin edi, va lam ta'ud kazalik, endi unda olmay qoldi. Her zaman bo'lmaydi endi u. Valil mafalil makan, chunki har o'rinning o'zining hukmi bor, har vaqtning, har sharoitning va har bo'lgan ishlarning avoidning ahkomi va o'zining ahkomlari, o'zining ta'sirlari bor. Kimki bularni sal qarab qo'yib qo'ysa, tar yani, kengri yani qanaq qo'ygan bo'ladi. Tarashib qo'ygan bo'ladi. Bu nuqtalar kallamizda aniq bo'lish kerak. Va na'ud, yani qaytadan biz shuni mush siyaqda, mushu mazmunda shuni ta'kidlaymizki, o'rinlar tata'addat, ko'payib turadi. Taxtalif, o'xshamay, o'zgarib turadi. Shunala vaqt o'zgarib turadi, sharoit qanaq turadi, o'zgarib turadi. Hatto bir o'rinning o'zidagi sharoitni o'zgarib turadi. Endi ijodiyatchi yetakchilar bunda o'zgarishlarning oldida ojiz qolmaydi. Tafakkur cheklik bo'lgandan keyin lam bo'lmaydigan gap. Qana desanglar, bir zamonlarda o'xshab kelayotgan da'vo shunday bir qiyinchilik tug'ilsa, endi qanaqa qara put qo'l bog'lanib qilishi, chunki tafakkur bog'lanliqli avval. Tafakkur bog'lanmasa, bugun uxlab qilib o'g'ansak attigini, tunugunki butun vaziyat o'zgarib 180 gradus boshqa vaziyat o'zgarib ketsa, aysi uyg'ongan vaqtimizda shu vaziyatga mos tafakkurni ko'tarib chiqa qolsak o'rtaga, mana bizning tafakkurimizdanki o'chiqlik bo'ladi. Fahum sur'anima ular darhallam zaman makonga moslashish uchun ketarlik o'zgarishlarni paydo qila oladi. Asli haqiqiy mubdi bo'lgan yetakchilar. Bular deydi, o'zgargan vaqtda shuni bilidiki, shu bosqichning suoliga javob berishga, suolining javobiga yetish uchun qilingan necha urinishlar va shu marhalaga yuzlanish uchun talab qilinayotgan shakllar bir qitimliq urinish yoki ikki qitimliq urinishdan u bayqalmaydi. La yatim iktishafu bayqalmaydi. Agar to'g'ri bo'lsa, insahat ta'bir to'g'ri bo'lib qolsa, bular nima bilan mashg'ul desa, ash oldida turgan ishni etish uchun masqildigan ochquch yasash bilan mashg'ul. Endi men birazini tushuntiray. Hozirgi tafakkur usulining gapini qilayotganimiz bizning bir ochquch masalasi. Bular uyg'unish harakati, gullanish harakati millatning davosiga tekshirlik qilayotgan rahbarlar har doim qo'lda bir ochquch bor. Hozir da'vat qilib Abdulloh nima desa, sen qulog'ingdagi bor bo'lgan bir ochquchni qachon sasam eşlidi deb o'ylab qolmadi. Chunki ishga o'xshamaydi. Ishga silingan qulub o'xshamaydi. Sen o bital ochquchini keltirib, a qulub qilib sasang, ma qulub qilib sasang, tunugunmi shuni sasang, bugunmi shuni sasang oqmaydi demakchi. Cho'qim oldin qo'shilgan har ishga mas qiladigan ochquch yasayolishing kerak deyapti. Fahum yughayyiruna bistimrar, ular davomli ochquchningki shakli haqida o'zgarish olib boradi, hajmi haqida o'zgarish olib boradi, tishlarining soni haqida o'zgarish olib boradiki, qancha tish talab qilsa, shuncha tish paydo qiladi ochquch. Ya'ni esvogan bir tal ochquching bilan eslolmaysan. Har zamondagi masalalarni hal qilish ochquchlarini yasab chiqishing kerak. Mana bu tafakkurning nimasi? Uchiqligi. Ya'ni qanday tafakkur emas, buni doğramchi tafakkur emas. Sen dadangdan qolgan ochquchni oxirigacha ishiltaman desam, bu to'g'ri ish emas deyapti. Bu bizning 4-chi bizning masalalarimizni, yo'limizni, da'volarimizni o'ltiruvchi fikrlarning 4-chisi. Endi azroq qoldi tugutlar tayyorlagan qarindoshlar. Ya'ni idoriy aqli duch kelayotgan masala ba'zi vaqt idoraga rahbarlik qilayotgan, idorachilik qilayotgan, boshqalarni boshqarayotgan aql duch keladigan masala ba'zi vaqtda. Nada desa, bir ochquchning o'zini muqaddaslash. Mush ochquch muqaddas ochquchdi. Dadamdan qolgan ochquchdi. Ustozimizdan qolgan ochquchdi. Bizning burun rahbarimizdan qolgan ochquchdi. Mushu. Va bu ochquchni har zaman, har makon, har ishga yaraydi deb o'ylab qilish. Mushu masala shu asli. Asli zihniyatdagi mushu masala hammani keltirib chiqaradigan masala. Halbuki tarixiy tajribalarni tadqiq qilgan har qanday bir odam, o'rgangan har qanday bir odam biladi, ya'lam. Bu yerda nurg'un ochquchlar borki, son-sanoqsiz. Bular kim tarafidan ijod qilingan desa, ularni qorshab turgan o'xshamagan sharoitlarga qarshi turish uchun yetakchilar
qo'mondonlar tomonidan ijod qilingan son sanoqsiz ochqichlar bor. Tarixga qarab baxsak, her zamanning qo'mondonlari o'zining sharoitiga yarasha ochqich qana qilgan hozirlagan. Gap shu qarindoshlar. Ya'ni bu yerda bir xulosalash to'g'ri kelib qolsa, xulosalasak, nishonga yetish uchun insonlik faoliyatlarini moslashtirish del yengilib turadigan nima bir ijodiyat. Ya'ni bugun men bir nishonni nishonladim. Biz ilgirki derslerimizde nişanı qo'yish haqida nima gapini qildik, uni qayta takrorlab o'tmaymiz. Nishonimga yetish uchun menga 4 tishliq ochqich lozim ekan, shuni yasay olasam. Nishonimga yetish uchun 5 tishliq ochqich lozim ekan, shuni yasay olasam. Nishonimga yetish uchun 5 bekatga tushib mangadiganman Abduzda. Buni tushib manga olasam, mening shu ishimning qanaqa bo'ldi? Ijodiy yangilanma shakli shu. Qanaqa yangilik yaratıldı deb to'g'ri shu. Endi aktiv faal degan gap aktiv. Eng yaxshi vosita ijod qilish degan bu yomon ko'p tafakkur, taraqqiy qildirish va o'zgartirishga ehtiyoj bor. İnson o'zgarib turish kerak. Kun har kuni. Bu yerdagi o'zgarish biz ikkinchi masaladami, birinchi masaladami dedik. Prinsipdagi masala emas. Nima degan masala manhajdagi o'zgarish ama prinsip bizdan mangu o'zgarmaydi. Prinsipimiz aniq. Yo'limiz aniq, ammo uslub o'zgarib turadi, to'xtamay. Hatto tunuganki bugunga o'xshamasligi mumkin. Hatto atrofimizdagilarimiz tushunmasligimiz mumkin bizni. Tunugan boshqa qotibdi, bugun boshqa qiladi deb masala. Ashta darajada hattoki nishonlarni ro'yobga chiqarish mumkin bo'lish uchun va natijaga yetish mumkin bo'lish uchun. Ammo bir uslubdan qashda qaytaverish, bir shakldan qashda, bir uslubdan qashda, bir plandan qashda qaytaverish sharoitlar qanchalik o'zgarib ketsa, mahmat tag'ayyaratıdır. Hattoki bu harakat bu vositaninki nishonga yetishga foydasizligini, aql degan gap menga foydasiz tug'masin gap ku. Foydasizligini ta'kidlab tusimi? Yo'q. Mushu. Bizning qildig'imiz mushu. Biz burundan mushuni qilib kelgan, mush ishimizni qilsak foydasi bor, kelchi foydasi bo'lmasmi deb turib olish. Bu degan intihor. O'zini o'ldirib olish yoki bir taqsir, ya'ni qana qilish endi favqulodda mas'uliyatsizlik ki buningda hech kimga uzr yo'q. La uzra li ahadin fihi. Shuna Abdurrahman biraz ko'p so'zlabdi bu 4-chi qotil tafakkur usulida. O'sha dadasidan qolgan, akisidan qolgan, ya burun ustozlardan qolgan yoki burun rahbarlardan qolgan usulda üzlüksiz derecede, üzlüksiz şekilde davamlaşıp mağamız, moşu bizden usulümüz, başka usulga bağmayımız, deyen tefekkür, pek çatak tefekkür. Bu saha, bizden mağamatkan bu dava sahayımız, yani bu plan, milletini oygutuş, milletini kutkuzuş, ders toğuzuş, bugün binasını planlap çıksak, derhal düşman taraftan o zerbe kuşap kötüşü mümkün. Zerbe uçurusma hedef meni vesak olmaydı. Çok uslubunu özgürlüş gerek. Yani bizden A, B, C, D nurgun planlarımız oluşu gerek ki A kamlaşması B'ga, B kamlaşması D'ga, D kamlaşması C'ga öteş gerek. Ma şekilde andayken belki biraz nişanımızga yıkılışımız mümkün. Bugün şu vakitni tuşup kaptık qarindoshlar. Vaqt münasibet bilen mujahid to'xtayli. Va axiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.